Lez va pichoq yordamida osongina motorni metkasini o'zgartirmasdan zujjati remenni alishtirish yo'li. Bu video saqlab olish tavsiya beraman. Foydali bo'ladi xudo xolasa. Motorni pastga aylantirib olamiz. Zujjati remenni yarmini kesib olib tashlaymiz. Shu holatda uni o'rniga yangi zujjati remenni qo'yiladi. Yarmini gacha qo'yib bo'lgandan keyin zujjati remenni eskisini olib yangisini o'rniga surib qo'yamiz. Zujjati remen joyiga surib qo'yilgandan keyin akalar metkasini aylantirib bemalol ko'rvasalang bo'laveradi. Inshaalloh xudo xolasa metkalari ideal holatda to'shni turibdi. Akalar saqlanib qilib yaqinlaringizga jo'natib qo'yinglar. Foydali bo'ladi degan umiddaman. Albatta like bosib, obuna bo'lish eslangdan chiqmasin.